Xitayning eng chong energiya ombiri deb atalayotgan Sharqi Turkistondagi Tarim neftliqidan 2020 yili jami 30 million tonna neft gaz vazni qiymatida neft va tabiiy gaz qazib olingan bo'lib, buning umumiy qiymati 10 milliard Amerika dollaridan oshar ekan. Bu Xitayning 2020 yili dengizdan qazib olgan 1 yillik neft miqdorining yarmiga to'g'ri keladi ekan. Xitoy xabarlari to'rining 22 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatining neft sanoati sharqiy qismda muqimlik, g'arbiy qismda taraqqiyot degan strategiya bo'yicha Uyg'ur diyorida neft qazib kelmoqda ekan. Gerçi Tarim neftliqidagi neft zapsi Xitoyning quruqliq neft zapsining 3dan 2 qismini tashkillagan bo'lsa-mu, analizchilar yerlik Uyg'urlarning izchil Xitoydagi eng nomrod turmush saviyasida yashab kelganligini tanqidlab kelmoqda ekan. Yana ba'zilar bo'lsa Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishini neft boyligining qo'ldan ketib qolishidan andisha qilganlik deb qaramoqda ekan. Fransiya Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligini nazarda tutib, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy orasidagi yangi mablag' selish kelishimiga qarshi turadiganligini jakarlagan. Fransiyaning tashqi savdo va mablag' ministrligining vakili Frank Rister Le Monde gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan: Fransiya Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning yangi mablag' selish kelishimiga Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakini qo'llanishi sababli qarshi turadi. Bu navbatli kelishim Xitoy bilan bo'lgan mablag'ni qayta tamponlashtirishda muhim bir qadam. Biroq Beijing xalqaro shartnomalardagi va'dalarni to'liq o'rinlamadi. Xitoyning Hong Kong va Uyg'urlarni bostirishiga qanday qaraydiganligi so'ralganda, Rister Hong Kong, ichki Mong'ol va Uyg'urlarning vaziyatidan andisha qiladiganligini bildirgan. U Xitoyning xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakni cheklash ahdnomasini texnik tasdiqlamaganligini va buning Fransiya uchun intayin muhimligini ta'kidlab, agar biz majburiy emgakni bekor qilishga amal qila olmasak, Xitoyga mablag' selishni ilgari sura olmaymiz. 1989 yili 6 ayda Beijingdagi Tiananmen maydoni vaqasidan keyingi 7 davlat guruhi boshliqlar yig'inida Yaponiyaning Xitoyni jazolash qaroriga qarshi turganligi oshkorlandi. Kyoto agentligining oshkorlanmagan xotirlarga asoslangan dokladga qaraganda, Yaponiya 1989 yili 7 oyning 14 kunidan 16 kunigacha Parijda o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'inida Xitoyga jazo yurgizish qaroriga qarshi turgan. Maxfiy hujjatda davlatimiz G'arbning demokratiya va erkinlik qatorliq universal qimmat qarashini qo'g'daydi deyilgan bo'lib, Xitoyning Tiananmendagi kishilik huquqi xiris qilish orqali o'quvchilar va fuqarolarga besim ishlatishning qabul qilg'ili bo'lmaydiganligi ta'kidlangan. Hujjatda qo'shni davlatning siyosiy hokimiyatining Yaponiyaning siyosiy tuzumi bilan o'xshamaslik borligi va Xitoyning bostirishining ichki ish deb qaralganligi aytilgan. 1989 yili 7 oyda bir yerga jam bo'lgan va Fransiya prezidenti sohibxonlik qilgan G7 davlatlari Angliya, Kanada, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Amerika va G'arbiy Germaniya 15 iyul birlashma xitobnomasida Xitoyni ayblagan. Lekin Yaponiya qo'llamaganligi uchun xitobnomada Xitoyni jazolash tilg'ilanmagan. Kanada bir Xitoy şirketining Kanada Temak oltin konini setib olishiga rad qildi. Kanada taraf rad qilish sababining Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarning Sazgur Shimoliy qutb rayoniga kirishining Kanadaning davlat bexatarligiga tahdid elib kelishidan ansiraydiganligi ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Ottawaning bu qarori Huawei'ning qurg'uvchisining qizi Ming Wenjuning qo'lga ilinishi bilan tez nacharlashgan Kanada-Xitoy munosabatiga yangi ko'langa tushirishi mumkin. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian chorshanba kuni Kanada hukumatining qaroriga javoban normal savdo hamkorligini siyosiylashtiradigan va davlat bexatarligi sababidan siyosiy aralashish bilan shug'ullanadigan har qanday harakat qatta degan. Zhao Lijian g'arb taratqularida doim bo'ri urush diplomati deb ataladi. Kanada sanoat ministrligining bayonotchisi dushanba kuni Kanada mablag' selishga ochiq, ammo u yana Kanadaning davlat bexatarlik manfaatini qo'g'dish kerak degan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Suriya prezidenti Bashar Asadning ayoli Asma Asad va uning oilasidagilarni jazolashni qaror qildi. Angliyada tug'ilgan Asma Asad va uning hozirda Londonda yashayotgan dadasi Fawaz Akras, onasi Seher Otri, inisi Firas Akras va tog'asi Ayyat Akras Amerika Moliya ministrligining jazo tizimiga kirgizilgan.
BBC'nin xabariga qaraganda, Amerika Moliya Ministrligi va Davlat ishlari mahkamasi e'lon qilgan ikki tizimlik jami 18 odam va organni o'z ichiga oladi ekan. Suriya armiyasi axborot bo'limining boshlig'i Kifat Mulham va Suriya Markaziy bankisi va Bashar Asadning yaqin maslahatchisi Lina Al-Kinoya qatorliqlar tizimlikda bor ekan.